Agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz yoki kelajakda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, rejangizda bor, lekin hozir xodim bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz agar, unda buni bilishingiz shart. Sizda bilim bo'lishi kerak biznesga taalluqli. Tushunyapsiz? Bu qaysi bilimlar? Bu 5 ta bilim. Masalan, birinchisi bu sotuv. Sotuv ko'chada o'rgangan sotuvlar emas, bu bilim. U ilm u. Uni o'rganish kerak bo'ladi. Biznesga taalluqli narsalar. Reklama, qanday mijozlarni chaqirish, qanday ularni jalb qilish, qanday ularni topish va hokazo. Bu ilm, buni o'rganish kerak bo'ladi. Va uchinchisi bu jamoa qurish. To'rtinchisi bu pulni boshqarish va beshinchisi bu vaqtni to'g'ri taqsimlash. Mana shu 5 ta ilm sizda xodim bo'lsangiz ham, tadbirkor bo'lsangiz ham bu ilmlarni bilishingiz kerak. Nima uchun? Agar xodim bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni tadbirkor sifatida tadbirkorga sotasiz. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz agar, mahsulotingizni mijozlarga sotasiz. Ikkalasiga ham siz bilishingiz kerak. Ishlating, bu juda ham muhim.